Kecha shu videoni hamma menga tashladi. Qahhorov nomeri yo'qmi sizda dedim. Ol Qahhorov aka, olib keling meni oldimga dotida. Sani oldinga nimasida kelsa? Bolalarda kelsin. Ana. Hozir o'sha obunachimiz ana qidirishga ketyapman. Ana, turibdi ana. Alaysan. O'tir. Va alaykum assalom. Ishlar yaxshimi? Ha, bo'ladi. Ishdamisan bu yerda? Ha, ishdaman. Al vaqting bormi? Ha, bor. Yop ishingni ketdik. Shu yerda ishlaysanmi mo'ykada? Ha, shu ishlayman. Nima qilasan bu yerda? Alloh xo'raytiraman. Yo, qayerga boramiz deb o'ylaysan? Bilmadim endi aka. Borganda ko'rasan, ukajonim. Oo, ana voy! Bitta ideya bor. Bitta senga hay olsa nima deysan? Bitta qizdan ajal qilib qo'ysak. Bo'laveradimi? Balki shu nima deysan ana shu. Ha, qizlar ko'rishga tayyormisizlar? Faqat ehtiyot bo'linglar. Oy. Mahmud ukajonim, lekin bu bilan hali hammasi emas. Hozir biz yana bitta joyga ketamiz. Sochini olmaymizmi bir sochini? Hozir bir ishgan sochini olamiz endi Mahmudni. Yoshqalar jiz, ikkita asal qiz. Bizani o'z uski kurdigilarni ham taniysanmi? Qolgan bloger bolalarni? Jakovaynus, Azimchik. Ko'rishging keladimi o'shalar bilan? Ha? Yuztalimi? Javob aka. Hozir o'zinglar ko'rasizlar, qayerga qolib boraman bilan ishgan. Azimjon. Ana bo'lmasa. Maqsiga. Isming nima? Mahmud. Donigani to'yiga hozir prachkani ham olib kirib ketyapman, o'rtoqlar. Qani? Cho'tkimi, davay. Asli aka obunachi to'yga olib kirib ketdi. Qani? Mana. Mazza qilib vaqt o'tkazdi ukajonim, meni senga hozir yana bitta sovg'am bor. Boya menga Mahmud bitta gap aytdi o'rtoqlar, shu desanglar. Maktab bozorim pul yig'otdim. Men shuni o'ylab siqilib yuruvdim-da. Nimasiga siqilyapsan? Nima bo'ldi? Men maktab formaga kam pul topdim-da. Hozir. Ha? Ana. Mangami? Senga ukajonim. Rahmat lekin. Katta rahmat aka. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir mana halol mehnat qilsan, Xudo xolasa eng kamida katta bo'lsa shunaqa mashinani olasan. Eng kamida, xo'p? Inshaalloh. Inshaalloh yetganingizda 5 tasha mujik. Xullas sog' bo'linglar, charchamanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.